Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Otabek Ismoilovning Hayrat lahzalari nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Ulug' Navoiyning har biri bir jahon ma'no, bir olam his-tuyg'u ifoda etilgan baytlarini takror va takror o'qib, har safar ko'nglimiz surur va hayajon bilan to'ladi. Har safar bu olmos satrlarning yangi qirralarini kashf qilamiz. Yangi ma'no tovlanishlarini ko'rib hayratlanamiz, deb yozgan edi O'zbekiston qahramoni, xalq shoiri Erkin Vohidov. Ushbu kitobdan joy olgan ma'lumotlar ham Alisher Navoiy va uni o'ziga ustoz deb bilgan Muhammad Rizo Ogohiy asarlari mutolaasi baxsh etgan cheksiz zavq va shavq va hayratlar mahsulidir. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobga qiziqsangiz, o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.